Yo, barchaga salom, sizlar bilan Super Energy. Bugungi videoda Bedrock top 5 ta eng zo'r modlar. Biz videoni boshlaymiz. Sizlar video boshlamasdan like bosib, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Top birinchi modimiz bu F5 modi. Shunday chekkamiz aniq bermasa, shunchaki F5imizni ko'rsatib turadi. Oh my god. Ko'rdinglarmi? Tepamni va mana menga 30-20 FPSlar chiqyapti. Mana ursam ham chunki telefonim kuchsiz uchun va shunaqa FPS chiqadi. Blokni buzsam ham ko'ryapsizlarmi? Mana buzib ko'rsataman. FPS 16 ga tushib ketyapti. Top ikkinchi modimizga o'tamiz. Top ikkinchi modimiz F5 modi. Mana ishlatdim video boshida. Bu mana meni orqa oldin hisslar bo'ladi. Orqa mana va oldi. Va u mana kreativ va survival yo'tishlar bilan qulay. Keyin uni ko'zima desalar u sepiklator rejimi u bilan birdan orasida yursanglar bo'ladi. Cheaterga o'xshab ya'ni. Unda ikkinchi modga ko'rganmasa top 3-modga o'tamiz. Top 3-modimiz telefon va pul modi. Telefon bilan pul modini tashlab ko'rsam qanday epic bu 13-qishloqda va shaharda seriallarga mos. Alyo deb gaplashma. Keyin mana pul modi ham bor bizda. Bu narsa sotib olib seriallarda do'kon qursanglar kerak bo'ladi. Top 4-modimizga o'tsak. Top 4-modimiz eng uzun mod. Top 4-modimiz o'rimchi odam modi egalladi. U modda rosa ko'p narsa qo'shilgan va undan ko'rsatib ketishda ancha vaqtim ketgan ko'rsatishga. Va bu yerda o'rimchini kostyumlar, ya'ni shlem, ular tushundinglar, shapkalar. Bu yerda bitta boy shapkani kiyasizlar hozir. Masalan, men mana uni tanlayman. Bitta ko'p shapka bor, o'rimchini tanlayman men qora. Keyin bu yerda alohida kiyimlar ham bor. Uni kiyimini bilmayman. Mos kiyim topishda kerak. Men mana uni kiyib turib, menda uni shapkasi qayerdaligini bilaman. Mana mos keldi. Pastga tushsanglar, mana bu yerda qora bilan qizil rejim bor. O'rimchiniki bu. Men esa qorani tanlayman va mana bu o'rimchi to'ri otadiganlari bo'ldi va qobiliyatlarni o'taydigan bo'lsa, mana qobiliyati shing qilib hamma joyga nimadir otib tashadi garchi. Mana o'zi eng kuchlisi. Men telefonimni qotirib yuborgan o'zi ham. Yomon qotgan telefonim mana shunda o'zim bilmay qo'yganman. Keyingisi esa 30 qalaylik epic ekan. Keyingisi mana u qanaqa narsa chiqaradi. Venomniki adashmasam. Venomning qobiliyatlaridan biri bu. Keyin mana bu o'rimchi to'ri. Masalan, mana cho'chqani qanday qilib yopishtirib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir mana cho'chqaga ko'rsataman. Cho'chqa bu yoqqa kelmay, garchi mana qanaqa effekt berdi cho'chqaga. Keyin mana bu bilan baland binolarga minday qilib otib, meni o'rimchi to'rini o'tirishni bossanglar tushasizlar. O'rimchi to'ridan yana otib uzun binolarda uchsanglar bo'ladi. Survivalda ko'rsatishim mumkin. Mana effektlarni hozir mana o'chirib olinchi mana sinab ko'ramiz. Yo'q, nima bo'lyapti? Yo'q, nimadir bo'ldi. Keyin mana otaylik. Tekstillarning dara ham yo'q, shuning uchun ko'rsata olmayman. Aytgancha kech payt tushganda tepaga qarab yashil narsa paydo bo'lib qoladi. Bu nimani o'zim bilmayman. Mana Venom uni tepada narsa paydo bo'lib qolgan. Keyingisi mana qobilat va oxirgisi Minecraft qotirib yuborgan o'zi ham. Yana bir marta sinab ko'rmoqchi bo'lganman, lekin o'xshamagan nimadir. Lekin o'xshab qolgan. Uni yaxshi narsani ko'rasizlarmi? Kech paytda paydo bo'lib qoladi. Ertalab qora. Shuni o'xshatish, qobilat o'xshatish rosa qiynalganman. Bir marta o'xshatdim, lekin ikkinchi marta zo'rg'a o'xshatdim. Lekin qiynalganman. Endi esa mana bu kostyumni yechib, qizil qobiliyatni ham ko'rsatdim. Survivaldaman. Lekin men survival dedim, kreativga o'tib olaylik.
Endi buni yechamiz. Rosa katta mod bu. Bu mod ichida hatto o'yinchoqlar ham bor. Rosa katta modli uchun hamma narsani ko'rsatishi vaqt ketgan. Qo'yin kostyumlarni o'zinglar ko'raverasizlar. Men bittasiga kostyumki qobiliyatlarni ko'radi. Pastga tushida 3 ta rasm bor. Mana hozir olib bularni ko'rsataman. Keyin mana blok ham qo'shilgan. Bu blok nimaligini bilmayman. Bularga rasm ilib chiqamiz. Mana o'rgimchak. Rasmi keyin inglizcha yozilgan bor. Bularni o'qib chiqsanglar ham bo'ladi. Mana buni ildim aytgancha ildim buni. Mana rasmni ilamiz. Yana bitta rasm bor. Shuni ham ilsak mana rasmni ham ilib ko'rsataman. Qarang, chotki rasmlar o'rninchi serial uchun mos rasm. Bularni inglizcha yozilgan bor. O'qib chiqsanglar ham bo'ladi. O'q berardim, lekin vaqt kam emas. Shunchaki video yozilib ketadi. Hozir bu video 9 minut bo'lgan. Endi 6 minut bo'ldi, 6 minut. Endi 6 minut ovozda bu montaj jarayonida yozyapman. Shuning uchun bitta ovozlarim mos kelmasligi mumkin. Mana bunaqa o'yinchoqlar ham qo'shilgan. Keyin kanal muddatlarni tuxum va skeletonlar qo'shilgan va tuxumni ko'rsataman sizlarga hozir. Keyin bitta juda ham ko'p narsalar qo'shilgan. Keyin bitta tuxum olib to'xtaylar hozir qaysi tuxumni olsam bo'ladi. Kerak olmadim. Mana bu haykal va axir o'yinchoqlar bor. Uylarga qo'ysa bo'ladi. Bu kanalga o'xshagan bundan katta muddatlarim bor. Va Doktor Doom degan mutant bor. Ya'ni mutant emas, Doktor Doom degan yovuz dushman bor. O'rninchi serialni kim bilsa taniydi, ya'ni biladi. Qanaqadir dushmanlar borligini va qanaqadir o'yinchilar borligini. Kecha o'yinda ovoz yozilmay qolgani uchun montaj jarayonida yozyapman. Mikrofonim o'chirib qolibdi shunda. Va buni olsa mana Doktor Doomni tuxumi. Doktor video yozgan telegram rasa keyin mana Doktor Doom. Uni kostyumi bor adashmasam. Uni kostyumini ham topasizlar. Uni o'yinchilar kostyum orasida topasizlar. Hamma kostyumlar bor. Dushmanlardan tortib yaxshi himoyachilargacha bor. Keyin ko'rsataversa mana bu yerda. Ya'ni bu yerda o'zim telefon va mototsikl va mashina. Keyin bitta shar bor ekan, mana bunaqa narsa, lekin uni qo'ymadim videoda. Keyin montajda sezdim qo'ymaganimni. Keyin buni bilmaganim boshida, keyin buni yirgan. Keyin nima qilishimni bilmadim. Survivalda ishlar balki. Keyin bu mashina bilan mototsikl dinozavrlarni ishlatib qo'yolmadim. Sizlar oyoq qo'shib o'rgangan bo'lsalar, menga kommentariyga yozib qoldiringlar. Angancha bu modlarning barchasini meni dizayn kanalimdan olishinglar mumkin. Dizayn kanalim esa opitsioniyada bo'ladi. Ya'ni kommentariyada bo'ladi deganim. Kommentariyada dizayn kanalim bo'ladi. U yerga o'tib kanalga qo'shib hammaga xayrli va salom bo'lish esdan chiqmasin.